Hozir kunda ko'pchilik o'ylaydiki, aynan sun'iy intellekt orqali pul topish uchun siz oldin har xil promptlarni o'rganishingiz kerak, turli xil qiyin instrumentlarni yoki bo'lmasa ko'p narsalarni o'rganishingiz kerak. Shundan keyingina sun'iy intellekt orqali pul topsa bo'ladi. Aslida bu umuman haqiqat emas. Aslida siz bugun bitta instrument o'rganib turib, ertadan boshlab pul topishni boshlashingiz mumkin. Va eng qiziqarlisi, hammamizda bir xil toifadagi yangi instrumentlar bor, lekin bo'lsa natija hammada har xil bo'ladi. Bitta odam bir xil instrument orqali, misol uchun $5000 topayotgan bo'lsa, bitta odam o'sha instrument orqali hech nima topmayotgan bo'lishi ham mumkin. Men o'zim uchun aynan mana shu savolni 5 ta darajaga bo'lib qo'yganman va bugun siz bilan aynan xuddi mana shu 5 daraja haqida gaplashamiz. Sun'iy intellekt orqali eng katta qancha taxminan daromad topish mumkinligi haqida gaplashamiz. Ismim Azizbek Bahodirov, men Udefs IT kompaniyasining rahbariman. ITda 12 yildan oshiq tajribaga egaman. Biz hozir kunda o'zimizning kompaniyamizda ham sun'iy intellektdan juda ham keskin ravishda foydalanib kelyapmiz. Har kuni har bitta maksimal qilayotgan ishlarimizda aynan sun'iy intellektni ishlatishga harakat qilyapmiz. Sababi biz IT kompaniya bo'lganimiz uchun bizning ishlarimizni ayniqsa sun'iy intellektga o'tkazish juda ham oson. Shuncha yildan beri O'zbekiston bozorida ishlaganim uchun va O'zbekistondagi bozordagi tartibni, tadbirkorlar aynan nima xohlashini, ular aynan nimaga pul to'la olishini bilganim uchungina bugun men sizga butun dunyo bozorida aynan AI dan qanaqa pul topish emas, balki O'zbekiston bozorida aynan qaysi ishlarni qilib turib, sun'iy intellekt orqali qanaqa pul topsa bo'ladi va tadbirkorlarga qanaqa yechimlar berish kerak, bugun siz bilan aynan shu haqida gaplashamiz. Har bitta darajamizda aynan nima uslugalar sotsangiz bo'ladi, konkretni sun'iy intellektni qanaqa ishlatsangiz bo'ladi va uni nech pulga kimlarga sotsangiz bo'ladi. Xuddi mana shablon bo'yicha qiladigan bo'lsangiz, misol uchun birinchi darajadan boshlab ertaga uje daromad qilishni boshlasangiz bo'ladi va buni step by step, ya'ni mana birinchi darajaga chiqqaningizdan keyin ikkinchi darajaga nima qilishingiz kerak, qanaqa chiqishingiz kerak, unda sizdan qanaqa naviklar talab qilinadi va qanaqa klientlar bilan ishlashni boshlashingiz kerak. Oxiri o'sha 5-bosqichda chiqsa bo'ladimi? O'tda o'zi aynan qanaqa produktlar bor, aynan mana shu to'g'risida ham gaplashib o'tamiz. Boshlaydigan bo'lsak, eng katta, eng ko'pchilik qiladigan xatolardan boshlaymiz. Ko'pchilikning muammosi hozir kunda nimada desangiz, ko'pchilik hammaga o'xshab bir xil qanaqadir videolar ko'rishadi yoki bo'lmasa qanaqadir bir uchemlik uroklar o'rganishadi va AI qanaqadir instrumentlarni o'rganib olishadi va atrofda odamlar aynan nima ish qilayotgan bo'lsa, o'sha ish qilishdan boshlashadi. Men bu yerda sal boshqaroq o'ylashni taklif qilgan bo'lardim. Siz mana instrumentni o'rgandingiz, sizning zadachangiz hamma qilayotgan ishni qilish emas. Odamlar aynan nima ishlarni qilishmayapti. Aynan shunaqa, ya'ni bo'sh sohalarni, bo'sh nishalarni topib, aynan o'sha nishalarda mana shu ishni qilishni boshlaydigan bo'lsangiz, ana o'shandagina siz tezroq, osonroq daromad topishingiz mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, mana tasavvur qiling, hozir siz qayerdadir yashaysiz. O'zingiz atrofingizga eng yaqin mebel do'koni bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa kiyim-kechak do'koni yoki bo'lmasa qanaqadir bir ommaviy ovqatlanish joyini aytadigan bo'lsak, siz o'sha yerga boring. Ulardan katalogni yoki bo'lmasa menyuni so'rang va unga bitta yaxshilab e'tibor berib qarang. Odatda men kirgan deyarli hech qaysi restoranda ularning ovqatini rasmi bo'lmaydi. Agar rasmi bo'ladigan bo'lsa ham, bu rasm juda yomon holatda bo'ladi. Bu eng ko'p tarqalgan muammolardan bittasi. Xuddi shunaqa siz kiyim-kechak magaziniga kiradigan bo'lsangiz, даже o'tga borib o'tirishingiz ham shart emas. Siz Instagram orqali ularni общий sahifasiga kirib turib, ularning kataloglarini ko'radigan bo'lsangiz, bu kataloglar odatda qanaqa qilishadi? Misol uchun, veshelkaga kiyimni osib qo'yishadi yoki bo'lmasa stol ustiga kiyimni tashab qo'yishadi. Bu kiyimiz buncha so'mdan, bu kiyimiz buncha so'mdan, skidka qilib beramiz deb o'tirishni bilishadi. Aslida bo'lsa, hozir kunda, ya'ni 2026-yilda sun'iy intellekt orqali siz faqatgina mana shu rasmlarni o'zidan turib, dunyodagi eng chiroyli modellarga kiyim kiydirsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa undan tashqari mana shu rasmlarni o'zidan kelib chiqib turib, siz целый bitta video rolik generatsiya qilsangiz bo'ladi. Aynan mana shu rasmni o'zidan kelib chiqib. Bu o'zi nimaga kerak, bu o'zi nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, statistika bo'yicha agar siz o'zingizni tovaringizni chiroyli qilib, yaxshilab qo'yadigan bo'lsangiz, sizning sotuvlaringiz bir necha barabarga oshib ketishi bu aniq ko'rsatilgan, aniq isbotlangan dalillar bilan keltirilgan. Endi siz aytishingiz mumkin, nima u magazinlar yoki bo'lmasa o'sha mebel do'konlar yoki bo'lmasa oziq-ovqat shoxobchalari bu narsani bilishmaydimi? Ularning bundan xabarligi yo'qmi? Aslida men bunaqa demagan bo'lardim. Ya'ni ko'p holatlarda ularning o'ziga ham buni bilishadi, lekin aynan buni qanaqa qilib amalga oshirishni bilishmaydi. Misol uchun siz qaysidir kiyim-kechak magaziniga borib so'raydigan bo'lsangiz, nimaga siz mana bunaqa ishlarni qilmaysiz desangiz, ular sizga tushuntirishni boshlaydi. Sababi men buni har bitta rasmni san ko'rsatayotgan formatda qilishim uchun birinchidan bitta model olib kelishim kerak.
ikkinchidan spesialniy maxsus bir fotograf chaqirishim kerak, syomka kunini belgilashim kerak. Buni hammasi menga juda katta summaga tushadi va juda katta vaqt talab qiladi deb aytishligi mumkin. Buni eng asosiy sabab bo'lsa, ular hali ham o'sha eski klassik yo'nalishda o'ylashadi. Ya'ni ular oldin shunaqa qilinishini ko'rishgan va haligacha o'ylashadiki, haligacha bu narsa, bu proses aynan mana shu ketma-ketlikda ishlaydi. Lekin aslida umuman unaqa emas. Misol uchun meni bitta tanishim adashmasam 2 yil oldin gaplashganimizda aytuvdilarki, ularning ham kiyim-kechak magazinlari bor. Men o'zim yaqinda o'zimni fotografimni ham yoki bo'lmasa spesialniy modellarimni ham ishdan bo'shatvordim, Azizbek. Sababi hozir bizni prosta mana veshil kiyilib turib kiyim rasmga olamizda. Shuni o'zini AI-ga tashlaymiz. Bitta AI instrumentimiz bizga chiroyli rasmlarni qo'yib beryapti. Instagram uchun, har xil saytlar uchun. Undan tashqari ikkinchi instrument orqali biz aynan mana shu rasmlardan maxsus bir chiroyli videolar sazlab chiqamiz deb aytuvdilar. Men o'sha payt juda ham hayron bo'ldim va o'ylovdimki, hamma bizda endi yaqin 1-2 oyda mana shu narsani tushunib olishadi, ishlatishni boshlashadi, maksimal bundan foydalanishadi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bu nafaqat sizga vaqtingizni tejaydi. Siz tasavvur qilib ko'ring, bitta model taxminan $300 ga tushadi. Bitta fotografiya ham o'rtacha soati $200-300 atrofida. Har bitta syomka bu oylik sizga kamida $1000, $2000 rasxod kelayotgan bo'lsa, siz AI orqali buni arzimaganmi $5-10 ga qilsangiz bo'ladi. Va men o'sha payt o'ylovdimki, odamlar buni juda ham tez ilg'ab olishadi, juda ham tez tushunib olishadi va hammaligi o'zligini, ayniqsa men Instagramda qo'yayotgan kontentlarni juda ham chiroyli tarzda olib borishadi, yuritishadi deb o'yladim. Lekin afsuski men adashgan ekanman, chunki hozirgi kunda ko'rib turibsizki, umuman bunaqa holat emas. Ular qanaqadir narsalarga pul ketkazishyapti, misol uchun remontga, boshqa narsalarga, lekin sun'iy intellekt orqali bu narsani qilishmayapti. Ularni ham katta aylab o'tish kerak emas deb o'ylayman. Sababi agar ular ham mana shunaqa qilishni bilganida edi, o'ziga qilishni boshlagan bo'lardi. Lekin eng qizig'i ularning orasida kimdirlar biladi ham, buni qanaqa qilishni, nima qilish kerakligini bilishadi ham, lekin qilishmaydi. Sababi ularda bu narsaga vaqt yo'q. Yoki bo'lmasa aynan mana shu zadachalarni qiladigan odam yo'q. Bugun siz bilan aynan birinchi darajada mana shu ishni siz qilsangiz qanaqa qilishingiz kerak, kimlarga qanaqa sotishingiz kerak va nech puldan nech pulgacha topishingiz mumkin. Aynan mana shu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi darajaga keladigan bo'lsak, bu yerda sizga hech qanaqa katta komanda kerak emas. Siz bitta o'zingiz, misol uchun student bo'lishingiz ham mumkin, ya'ni full time bu ishda ishlashingiz shart emas. O'zingizga eng yaqin bo'lgan yoki bo'lmasa atrofingizdagi shunaqa kiyim-kechak do'kon, любой bitta retail shoplarni oladigan bo'lsak bo'ladi yoki bo'lmasa o'zini tovarni ayniqsa e'tibor bering, onlayn orqali nimalar sotish mumkin. Aynan o'sha magazin yoki bo'lmasa mana shunaqa maxsus bir joylarga borasiz va ularga o'zingizning xizmatingizni taklif qilasiz. Siz aytishingiz mumkin, boshida borganingizda, конечно, sizda na portfolio bor, hech nima bor. Tasavvur qiling, siz maktab bolasi bo'lishingiz ham mumkin, noldan boshlayapsiz. Bunaqa holatda siz borganingizda o'zingizning uslugingizni tekinga taklif qiling. Ya'ni, keling, men sizga mana shu Instagramingizdagi oxirgi qo'ygan postlaringiz yoki bo'lmasa storieslaringiz mana shunaqa ekan. Keling, men sizga mana shuni bepulga, mana bunaqa holatga olib kelib beraman deb, men bizda tepada rasmlarni ham chiqarib ketamiz. Ano, do holati qanaqa va posti holati qanaqaligini mana shunaqani taklif qiladigan bo'lsak, men uvermanki, tем более tekin deganingizdan keyin ularga bu narsa boshlanishda qiziq bo'ladi va ular buni qilish boshlaydi. Taxminan 3 kun shuni davom ettirasiz. 3 kundan keyin ular o'sha o'zligida aniq savdoni o'sishini kuzatishligi mumkin. Va shundan kelib chiqib, ularda xohish paydo bo'ladi aynan sizning xizmatlaringizga. Va mana shu joyda siz o'sha bundan qanaqadir bir daromad qilishni boshlaysiz. Qancha daromad qilsa bo'ladi degan savolga, o'rtacha meni fikrim bo'yicha bitta do'konni 1 oy yurg'izib beradigan bo'lsangiz, bundan $500 daromad qilishingiz mumkin. Endi bitta do'konni 1 oy yurg'izish uchun siz 1 oy o'sha yerda o'tirib yashashingiz umuman shart emas. Siz misol uchun haftada 1 marta borasiz, maksimal hamma kiyimlarni tayyorlab qo'yishgan bo'ladi, veshilkaga olib turib yoki bo'lmasa stolga qo'yib turib rasmga olib olasiz va uyingizga borib, o'zingizning kompyuteringizda har bittasini generatsiya qilsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, hozirgi kunda buni telefonda generatsiya qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni sizga agar misol uchun notebook kompyuteringiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalar umuman shart emas. Ya'ni telefon orqali ham bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Faqatgina men o'ylashim bo'yicha o'sha rasmga olayotgan telefoningiz yaxshiroq bo'lishi kerak. Даже o'zingizda yaxshi bo'lmasa ham xavotir olmang. Men uvermanki, любой bitta do'konchini o'zini iPhone'i bo'ladi. O'sha iPhone'da rasmga olsangiz yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Va buni plus taraflari, siz bitta dona odam bilan ishlashingiz shart emas. Taxminan endi sizni qanchalik mehnatkashligingizdan kelib chiqib, vaqtingiz borligidan kelib chiqib, bitta odamdan boshlab 10 ta odamgacha ishlasangiz bo'ladi va ulardan mana shunaqa uslubga sotib turib, taxminan $300, $500 atrofida sotadigan bo'lsangiz, 10 ta odamdan oxir oqibat $5000 gacha ishlab topsangiz bo'ladi. Ideya zo'r menimcha, lekin buni bir o'ziga yarasha minus taraflari ham bor. Nima minus taraflari bor deydigan bo'lsangiz, bu yerda o'zingizni vaqtingiz ko'p ketadi va bunaqa klientlaringiz har doim ham sizga stabil bo'lmasligi mumkin. Aynan mana shu joyga kelganda biz siz bilan o'sha ikkinchi levelga o'tishimiz kerak, ya'ni ikkinchi darajada
aynan nima ish qilish kerak, qanaqa buni tartibga solish kerak va qanaqa yana uslugalar qo'shib turib, yana ham samarali ishlash mumkin, yana ham ko'proq pul topish mumkin. Shu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ikkinchi o'ringa o'tadigan bo'lsak, bu именно agentство, ya'ni siz mana shu uslugani qildingiz, uje taxminan 4 ta 5 ta yoki bo'lmasa 10 talab har xil odamlarning Instagramini yoki bo'lmasa Telegram botlarini yurg'izishingiz mumkin. Qayerda ular kontent qilishayotgan bo'lsa, hozirgi kunda tushunishingiz uchun deyarli любой bitta biznesda kontent bor. Ana o'sha narsalarni yuritishni boshladingiz. Qo'lingizdan kelyapti, uje bilyapsiz, tushunyapsiz. Endi bu yog'iga eng osoni o'zingizni sohangizda sal chekkingizni oshirish uchun men sizga maslahat qilgan bo'lardim. Qanaqadir bir pozisionerni ushlab olishingiz kerak. Ya'ni siz misol uchun faqat ovqatlarni rasmga olasiz yoki bo'lmasa faqatgina milliy taomlar bilan ishlaysiz. Yoki bo'lmasa faqat fast foodlar yoki bo'lmasa faqat yevropeyskiy kiyim-kechaklar, faqat ayollar kiyimini oladigan, rasmga oladigan bo'lishingiz ham mumkin va bu orqali siz o'zingizga maxsus bir agentство ochib, agentstvodan normalniy daromad qilishni boshlasangiz bo'ladi. Undan tashqari, agentstvada siz faqatgina rasmni generatsiyasi bilan cheklanib qolmasdan, balki yana bir nechta sohada, bir nechta turda har xil ishlar qilsangiz bo'ladi. Bularga hozir siz bilan aynan misollarni ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu aytib o'tganimizdek o'sha rasmlarni generatsiya qilish, ikkinchisi bu rasm emas, aynan tekst formatida kontent generatsiya qilish. Hozirgi kunda o'zingiz ham internetdan qarab olsangiz bo'ladi, bilib olsangiz bo'ladi. Content marketing ham juda katta muhim ahamiyatga ega. Undan tashqari siz AI orqali ularni Instagramini yoki bo'lmasa Telegramini boshqarib turib, analitika qilib turib, ularni savdosini bir necha baravarga oshirsangiz bo'ladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, mana men yaqinda o'zimni ayolimga Dyson fan olmoqchi bo'ldim, tug'ilgan kuniga podarka qilmoqchi bo'ldim va qanaqa hammasi nimadan boshlandi? Birinchi OLXga kirdim, men o'yladimki, men hozir Dysonni yozaman-da, hamma variantlar chiqib keladi, hammasi cho'tki turibdi. Sразу men hozir birinchi chiqqan odamga pul to'lab sota olaman. Umuman bunaqa emas. Chiqyapti variantlar, ularni bir o'ziga haqida to'liqroq ma'lumot ham berishmagan. Ani fenni ham bir korobkasini yopiq holatda rasmga olib qo'yishgan. Uni men uverman, tayyor rasmlari ham internetda mintadan oshiq bo'lsa kerak, Dysonni har bitta modeli bo'yicha. Va men ularga telefon qilganman. Bir xillar telefon olmaydi, telefon olsa noto'g'ri gaplashadi. Men misol uchun ulardan ochiqchasiga so'radim. Misol uchun men erkak kishiman, men farqiga bormayman. Qaysi Dyson fenni olish kerak? Akazisi u Dyson feni ham bir kamida 20 xil bo'lar ekan. Qaysi birini olish kerak o'zi? Nimaga olishib kerak desam, aka men bilmayman. Xuddi anu именно fen emas, korobka sotayotgandek men bilan muomala qilishyapti. Tushunishingiz uchun Dyson feni bu hozirgi kunda eng qimmat fenlardan bittasi. Ya'ni o'rtacha cheki, sredniy cheki taxminan $400, $500 atrofida turadi. Shunaqa tovar to'g'risida gaplashamiz. Va bu tovarni sotish uchun men o'yladimki, menga mijoz sifatida juda ham yaxshi xizmat ko'rsatadi. Aslida umuman unaqa bo'lmadi va даже misol uchun 1 soatdan ham oshiq vaqtimni ketkazib, amallab, tanishim orqali topib, uni sotib oldim va bu holatda bir nechta problemalarga duch keldim. Endi tasavvur qiling, shuni o'rnida kimdir o'shatga o'zini Telegram akkauntini qo'ygan bo'lsa yoki bo'lmasa Instagram akkauntini qo'ygan bo'lsa va o'sha orqali sразу sizga javob berayotgan bo'lsa, даже hozirgi kunda o'zingizni Telegram akkauntingizga ham AI agentlarni ulab qo'yish funksiyasi bor va aynan mana shu narsani yo'lga qo'yganida ediki, men o'sha AI bilan gaplashib turib sotib olishga ham tayyor edim. Sababi AI har doim vaqtida menga javob beradi. AI har doim menga to'liqligicha ma'lumot beradi. Undan tashqari yana boshqa variantlar so'rayotgan bo'lsam, ularni ham taqdim qilish mumkin. Xullas boshida men mana shunaqa o'yladim, oxirida bo'lsa amallab, qiynalib, zo'rg'a o'sha narsaga erishdim va shu yerda tushunib yetdimki, afsuski bizda haligacha bozorimiz bo'sh, ya'ni odamlarda ko'rsangiz hamma do'konlar rasmida taxlab tashlashgan fe'lligini, lekin klientga bo'lgan xizmat ko'rsatish juda yomon darajada. Na bir rasmini to'g'ri qo'yishadi yoki bo'lmasa na bir to'g'riroq, yaxshiroq informatsiya berishadi. Telefonni ko'tarish umuman gapirmasa ham bo'ladi. Dash shunaqa bo'ldiki, menga bir kundan keyin yozdi. Aka, yozgan ekansiz, Telegramdan telefon qilgan ekansiz. Kerakmi, olib beraylik deb, men o'sha rahmat javob oldim. Endi tasavvur qiling, siz mana shu Telegramga AI ulashishni o'rganib oldingiz. U AI ga misol uchun skill yedirdingiz, ya'ni mana bunaqa do'konda biz mana bunaqa tovarlar sotamiz. Men har kuni senga aytib turaman, bizda nima tovarlarni hech puldan sotayotganimizni. Bu tovarlar haqida ma'lumotni o'zing internetdan bilib olgan. U sizdan yaxshi tushunib oladi, sizdan yaxshi bilib oladi. Rasmini ham kerak bo'lsa o'zi topib oladi va mana shu bizga yozayotgan har bitta mijozga savoliga javob berganda shularni обработка qilgan va bularga tovar sotishgacha olib kelgan. Klient aniq olaman desa, uje bizga misol uchun xabar yubor, что mana bu klient mana bu nomerda bizdan mana bu tovarni olmoqchi degan narsani aytgan deydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda bu unaqa rocket science emas, ya'ni raketani osmonga uchirish emas. Bu juda oddiy narsa. Tushunmaydigan bo'lsangiz, AI dan so'rab qilsangiz ham bo'ladi. AI o'zini qanaqa ishlatishiga o'zi ham yordam bera oladi va shu orqali o'zingizni daromadingizni yana ham bir yaxshiroq darajaga olib chiqsangiz bo'ladi. Birinchi darajadan ikkinchi darajani eng katta farqi nimada deydigan bo'lsangiz, birinchi darajada siz har kuni ishlashingiz kerak.
O'zi tasavvur qiling, har kuni ishlayapsiz-da, $5000 topdingiz. Muammo nimada deydigan bo'lsangiz, ana $5000 ishlatishga vaqtingiz yo'q. Ya'ni siz misol uchun chet elga chiqib dam olib kela olmaysiz. Sababi siz постоянно magazin yurib rasm olyapsiz yoki milliy taomdan fast foodga borib rasm olyapsiz и так далее, и так далее, и так далее. Bunaqa narsani qiladigan bo'lsangiz, уже sizni qilayotgan ishingiz har doim ham sizni vaqtingizni talab qilmaydi. Ya'ni siz uyda uxlayotganingizda ham mana AI o'zi ishlayverishi mumkin. Beskoniечно ishlaydigan narsa. O'shaning uchun men aynan mana shu yo'nalishni, ya'ni ikkinchi darajaga chiqishni taklif qilgan bo'lardim va buni agar siz misol uchun AI da 0 bo'ladigan bo'lsangiz, bittada ikkinchiga yoki bo'lmasa biz hozir aytib o'tadigan 3-4 darajaga bittaga o'tishga umuman harakat qilmang. Хотя бы boringda 4 ta 5 ta klientdan birinchi topadigan pulingizni aynan birinchi darajada oling. Qolganini keyin 2, 3, 4 darajalarda olsangiz bo'ladi. Xo'p, menimcha tushuntira oldim. Ya'ni ikkinchi daraja haqida va bu darajada nech pul topsangiz bo'ladi desangiz, endi bu sizning o'zingiz qobiliyatingizga bog'liq. Men o'ylaymanki, bunaqa darajada siz уже bemalol $1000 yoki bo'lmasa $2000 dan boshlab pul topsangiz bo'ladi va uni sekin-sekin oshirib borsangiz bo'ladi. Qanchaga chiqsangiz bo'ladi, to'g'risi bu yerda hisoblash qiyinroq. Men hozir bir kattaroq sifra aytadigan bo'lsam, siz hayron bo'lishingiz mumkin. Qayerdan men shuncha pul topaman deb. Aslida yo'li oson. O'sha dogur qilayotganingizda ham har bitta kelishilgan mijozdan mana shuncha foiz olmoqchiman sotuvdan deydigan bo'lsangiz, qanchalik xizmatingizni yaxshiroq ko'rsatadigan bo'lsangiz, qanchalik shu har xil platformalarda kontent ko'proq qo'yadigan bo'lsangiz, sizni sotuvlaringiz ham xuddi shunaqa keskin ravishda oshib boradi deb o'ylayman. Keling endi siz bilan 3-darajada haqida gaplashamiz. 3-daraja nima degani? Bu уже siz oddiy odam sifatida ishlamaysiz yoki bo'lmasa oddiy bir kichkina agensiya emas. Bu darajada уже siz bir integrator darajasiga ko'tarilasiz deb aytsak bo'ladi. Ya'ni sizni уже ishlaydigan mijozlaringizni portreti ham o'zgarishni boshlaydi. Oldin bitta tochkasi bor odam bilan ishlayotgan bo'lsangiz, hozir 5-6 ta 10 talab tochkasi bor odam bilan ishlashni boshlashingiz mumkin va aynan bu etapda siz nimalar qilasiz, nimalar sotishingiz kerak va kimlarga sotishingiz kerak. Keling mana shu haqida ko'rib chiqamiz. Buni birinchisi ovozli agentlar, ya'ni hozirgi kunda text to speech, speech to text o'z-o'zidan so'z bilan ma'lum, ya'ni sizga yozilgan tekstni ovozga aylantirish yoki bo'lmasa sizga kelayotgan ovozni tekstga aylantirish. Siz aynan mana shu narsani qiladigan bo'lsangiz, уже klientlarga yana ham yaxshiroq xizmat qilishni boshlaysiz. Yoki bo'lmasa, misol uchun mana CRM ga buni avtomatizatsiya qilib ulaydigan bo'lsangiz, CRM ga kelgan hamma leadlarni o'zingizda ko'rib analiz qilishni boshlaysiz. Hozirgi kunda bozorda bunaqa produktlar bir necha taxminan kamida 4 ta 5 ta variant bilaman. Aynan shu faqatgina qiladigan ishi bitta dona klient bilan, ya'ni mijoz bilan gaplashilayotgan gapni oladi, uni tekstga o'giradi va o'sha tekstlarni analiz qilib chiqadi-da va misol uchun sotuv rahbariga yoki kompaniya direktoriga отчет beradi. Mana palonchi ishchi bunaqa ishlayapti, pistonchi ishchi bunaqa ishlayapti, mana bunisi skript bo'yicha ishlayapti, mana bunisi skript bo'yicha ishlamayapti, и так далее, и так далее, и так далее. Qanaqadir juda qiyin narsa emas. Boshida men uverman, ularga bu narsani realizatsiya qilish qiyin bo'lgan u kompaniyalarga, lekin hozir kunda bu slishkim qiyin ish emas. Ishoning, mana hozir biz videoni avgust oyida 2026-yil otgan bo'lsak, agar bu videoni kimdir kelajakda, misol uchun 2 yildan keyin 2028-yilda ko'radigan bo'lsa, tiqilib ketgan bo'ladi. Men uchun bu umuman tekin narsa bo'ladi va hamma o'zi ishlatishni boshlaydi. Sababi bunaqa narsalar juda ham tezlik bilan rivojlanib ketyapti. Endi savol, nima qilaman men bu yerda? O'zi bor ekan konkurentlar. Meni ishim nimada bo'ladi deydigan bo'lsangiz, siz aynan o'zingizni bir nishangizni topasiz. Ya'ni misol uchun hamma har xil gaplashadi. Bozorchilar boshqacharoq gaplashadi klient bilan, kiyimchilar boshqacharoq gaplashadi yoki bo'lmasa texnika sotadiganlar umuman boshqacha gaplashadi va bir xil klientga sotish uchun gaplashmaydi, klientdan ma'lumot olish uchun, odziv olish uchun gaplashadiganlar bor, zakaz olish uchun gaplashadiganlar bor. Ya'ni ular sotishga harakat qilishmaydi, tayyor zakazni olishga harakat qilishadi. Aynan mana shunaqa yo'nalishlarda siz o'zingizni ishingizni olib boradigan bo'lsangiz va shunga yarasha yaxshi produkt berib, uni esdan chiqarmang, davomiy ustida ishlab yaxshilab boradigan bo'lsangiz, bu sohada siz уже birinchi, ikkinchi darajaga nisbatan ancha katta summalar to'g'risida gap ketadi va ancha katta summalar topsangiz bo'ladi. Siz buni o'zingizga bir startap qilib turib, aynan shu startapga venture fondlardan pul olsangiz ham bo'ladi va men o'ylaymanki, aynan mana shu 3-darajada kelganingizda klientlarni обработка qilishga vaqtingiz yetmasa, qaysidir ishlarni vaqtingiz yetmasa, faqatgina mana shu 3-darajadan boshlab o'zingizni komandangizga xodim olishni boshlashingiz mumkin. Ungacha umuman boshlamang. Birinchi, ikkinchi etapda kerak emas. Siz o'zingizni boqishingiz kerak, boshqalar emas. O'shaning uchun faqat o'zingizga fokus qiling. 3-darajada ishingizga ulgurmayotgan bo'lsangiz, ana o'shandagina xodim oling. Ularga oylik to'lashni boshlasangiz, mana shundagina to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Bu bo'yicha tushuntira olgan bo'lsam, bir nechta integratsiyalar bor. Bu har xil sohada har xil. Misol uchun, restoranlarda umuman boshqacha integratsiya kelishi mumkin.
boshqa bizneslarda yana boshqa integratsiyalar kerak bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ularga har xil bir отчетlar generatsiya qilish kerak bo'lishi mumkin. Buni ularni o'zi bilan gaplashasiz. O'zi birinchi, ikkinchi darajadan kelayotgan bo'lsangiz, uje siz bilib tushunib yetasiz. Odamlar bilan gaplashganingizda ularni o'zi kelib sizdan so'rash boshlashadi. Ya'ni, mana sen sun'iy intellekt bilyapsan, mana ishlarni qilyapsan, ukam yoki seni mana ishni ham qilib bera olasanmi? Bizga mana narsa ham kerak bo'lyapti deb aytishayotganda, siz uje bilib turib, shuni misol uchun qanaqa qilishi, sun'iy intellektni o'zidan so'rab, shuni qilishni boshlasangiz bo'ladi va bunaqa paytda sizni kunlik bo'lgan fokusingiz unaqa katta bo'lmasligi mumkin. Ya'ni siz har kuni ertalabdan kechgacha ishlashga majbur emassiz. Ya'ni sizni o'zingizga, oilangiz bo'lsa, oilangizga yoki bo'lmasa atrofdagilaringizga qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yashashga vaqtingiz ajralib chiqishni boshlaydi. Shu holatda daromadingiz ham kamayib ketmagan holatda. Va boshida aytganimdek, siz har bitta darajaga chiqayotganingizda, xuddi siz o'sayotganingiz kabi, sizning mijozingiz ham o'sayotgan bo'lishi kerak. Misol uchun siz boshida bitta dona tochkasi bor mijoz bilan ishlardingiz. 3-etapda ham mana shu bilan ishlash davom ettiramatsangiz, sal qiyinroq bo'ladi. Sababi ular bitta dona tochkasi bo'lgani uchun, ya'ni bo'lmasa biznesda xodimlarni sonidan kelib chiqsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa oylik oborotidan kelib chiqsangiz bo'ladi. Mana shu narsa kam bo'lgani evaziga ularni sizga to'lab beradigan puli ham nisbatan kamroq bo'ladi va bunga aynan siz yechim berayotgan muammoga nisbatan potrебность ham kamroq bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak, kattaroq, yaxshiroq klient olishga. Men o'zimni shuncha yillik tajribamdan kelib chiqib aytamanki, men har doim qanaqadir startap qiladigan bo'lsam, qanaqadir proyekt qiladigan bo'lsam, har doim harakat qilaman rinokdagi eng zo'rlarga sotishga. Sababi ularga sotishga siz juda ham qiynalasiz, juda ham og'ir bo'ladi, sizni juda qiynashadi, ba'zi holatlarda juda kam pul ham to'lashligi mumkin. Lekin bu bir martalik qiynalish. Ya'ni bir marta qiynalasiz, o'sha odamni rozi qilib, kerak bo'lsa tekinga qilib bersangiz ham bo'ladi. Undan keyin u odamni yig'gan brendi sizga nisbatan ishlashni boshlaydi. Ya'ni uni har bitta qilgan reklamasi, har bitta prosta borasizda, mana kompaniyani bilasizmi? Sizni sohangizda nomer 1 ekan. Yoki bo'lmasa top 5 talik kirar ekan. Men o'shalarga qilib berganman mana bunaqa instrument desangiz, o'sha dalsha siz qiynalib tushuntirib o'tirishingiz shart emas, ularni o'zi sizdan sotib olishga harakat qiladi. Va bu yerda men aytib o'tmoqchimanki, siz o'ylashingiz mumkin, ular nima shu narsani tushunishmaydimi, bilishmaydimi? Afsuski, ular bilishmaydi, ular tushunishmaydi. Ishonmasangiz, tanishingiz bo'lsa, boringda so'rab ko'ring, siz ishingizda sun'iy intellektni qanchalik ishlatyapsiz, nima ish qilyapsiz, qanaqa foydalanyapsiz deb so'rab ko'ring. Ular bilishmaydi, tushunishmaydi. Sababi ularni har kunlik ishi chuqur operatsion zadacha bilan chuqur band bo'ladi. Shuni hisobiga ham ularni bunga vaqti ham yo'q. Ko'p holatlarda bunaqa joyda ishlaydigan odamlarning yosh jihatdan ham kattaroq bo'ladi-da va misol uchun agar siz yoshroq bo'ladigan bo'lsangiz, sizda katta preimущество bor, siz tezroq osonroq qabul qilasiz bu narsalarni va tezroq osonroq realizatsiya qila olasiz. Umumiy olganda mana shu 3-daraja, bu darajaga chiqish, men o'ylaymanki, sizning hayotingizda уже hozirgi kunda hamma biladigan Uzbek Dream, ya'ni bitta dom, bitta mashina darajasi deb aytsak ham bo'ladi. Keling endi siz bilan 4-darajaga o'tamiz. 4-daraja bu ne просто oddiy qanaqadir ish qilasiz, который ertaga бесконечный konkurensiyada qolib ketasiz. Ham AI nuqtai nazardan va undan tashqari ham shaxs nuqtai nazardan o'sishingiz kerak bo'lgan daraja. 4-daraja nima? 4-daraja bu AI consulting, AI audit desak bo'ladi. Bu nima degani? Siz уже bu darajaga chiqishingiz uchun men sразу aytaman, kamida yarim yil bo'lmasa minimum 1 yil opitingiz bo'lishi kerak. Darajalardan уже yurib o'tgan bo'lishingiz kerak. Qiynalib, hamma issiq sovuqni bilib, ko'rib kelgan bo'lishingiz kerak va 4-darajaga kelganda siz уже nafaqat bir qanaqadir AI решенияларni, ya'ni sun'iy intellektlarni kompaniyalarga berasiz, biriktirib berasiz, o'rgatib berasiz, tushuntirib berasiz. Siz bu urovingga chiqqanda siz u kompaniyalarni konsalting qilsangiz bo'ladi. Ya'ni, misol uchun mana hozirgi kunda O'zbekistonda bilmadim, sun'iy intellektni 99% kompaniyada deyarli ishlatishmayapti deb aytsak ham mubolag'a bo'lmaydi. Siz aynan o'sha kompaniyalarga borasiz va u kompaniyalarda AI bo'yicha konsalting xizmatlarini yo'lga qo'yishingiz mumkin. Audit qilib berishingiz mumkin. Misol uchun, xuddi mana shu ishlar bilan biz o'zimiz ham, ya'ni Udevs kompaniyasida shug'ullanib kelamiz. Biz ham imенно kompaniyalarni aynan shu sun'iy intellekt bo'yicha konsalting qilamiz. Men har doim klientlar bilan gaplashganimda, birinchi to'lov qilishdan oldin har doim shaxsan o'zim gaplashaman va o'sha yerda albatta ularni biznesida sun'iy intellektni qanaqa qo'llasa bo'ladi. Albatta mana shu narsa haqida gaplashamiz. Nimaga? Sababi sun'iy intellekt effektivnosti hammamiz уже bilib tushunib bo'ldik.
keskin ravishda oshirib yuboradigan narsa. Ya'ni ishchilaringiz qachondir yotib uxlaydi, charchaydi, ishga kelmaydi, ishdan ketadi. Bu farqi yo'q bunga. Ertalabdan kechgacha indamasangiz ham ishlayveradi va eng muhim joyi bor, sotayotganda ham ishlatsangiz bo'ladi. Sun'iy intellektni ishchidan nima farqi bor deydigan bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. Sun'iy intellekt hech qachon rahbarlar bilan suhbatlashmaydi. Ularga dokazat qilmaydi bu ishni nimaga qilmaganini. Bir marta aytdimi, xo'p deydi-da, qaytadan bu narsani qaytarmaydi. Mana shuni aytadigan bo'lsangiz, sotuv anaqangiz konversiyangiz ancha balandroq bo'ladi deb o'ylayman. Sababi hozirgi kunda men ham xuddi shu qatordaman. Juda ko'p rahbarlarni eng og'riqli nuqtalaridan bittasi shunaqa. Ya'ni xodimlar bilan ishlayotganda eng ko'p vaqt muammoni hal qilishga emas, u muammoni xodimga tushuntirish, dokazat qilish, u bilan suhbatlashish, nima bu muammoligini, nima buni hal qilish kerak, takdali shunaqa o'zini valakidasi bor va mana shu etapdan o'tishga osonroq yordam beradi va bu etapga chiqqaningizdan keyin nech pul to'g'risida gap ketadi desangiz, bu etapga chiqqaningizda bitta o'zingiz bo'lishingiz mumkin, balkim yoki bo'lmasa bir necha 5 kishilik, 10 kishilik kompaniyangiz ham bo'lishi mumkin va уже bu yerda topadigan pulingiz bu boya aytib o'tganimdek siz o'zingiz urovingizdan zavist qiladi. Ya'ni siz o'rningiz qanaqa bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha pul topishib olishingiz bu bilmadim, taxminan $10,000 dan yuqori summalar to'g'risida gap ketyapti har bitta mijozdan va undan tashqari sizda уже odamlar bilan gaplashish, ya'ni kommunikatsiya, sales skilllari ham talab qilinadi. Sababi prosta instrument ishlatishni bilib olib turib, ularga borib mashina oling aka deversangiz, ular siz o'ylagandek yaxshi summalarga bu narsani afsuski sotib olishmaydi. Ya'ni o'zingiz ham shaxs sifatida rivojlanishni unutib qo'ymang. Faqat sun'iy intellektga ishonib, естественный intellektni ishlatishni esingizdan chiqarib qo'ymang iltimos. Endi keling, mana audit urinida yoki bo'lmasa mana korporatsiyalar bilan ishlayotganda, katta kompaniyalar bilan ishlayotganda 4-daraja bo'yicha gaplashamiz. Nima audit qilsa bo'ladi? Nima sun'iy intellektlarni ularga biriktirsa bo'ladi? Bir nechtasini men sizga sanab o'tib ketaman. Misol uchun, hammada sales avtomatizatsiyasi hozirgi kunda muammo. Marketingga qanaqa kontent qilish, uni analiz qilish, uni otchotlarni berib turish hammada muammo. Undan tashqari otchotlar hammada bor. Hozirgi kunda hammada Excel otchot bor yoki bo'lmasa qanaqadir bir sistemalarning ichida otchot bor-da. Muammo nimada deydigan bo'lsangiz, o'sha otchotdan vывод yo'q. Ya'ni mana otchotda ko'rdingiz, mana bunaqa holat ekan. Shu holatdan kelib chiqib endi nima qilish kerak mana? Zadacha sozdать qilinolmaydi. Ya'ni ko'pchilik otchotga qaraydi, mana ko'radi, o'sha katta Excel tabelani ko'radi-da, okey, nima qilish kerak dalchi? Sun'iy intellekt zo'r tarafi, men o'zim ham rosa mana shu funksiyasini mazza qilib ishlataman. Sun'iy intellekt buni ko'rib turib, prosta sizga otchot bermaydi yoki bo'lmasa prosta ma'lumot bermaydi. U sizga nima ishlar qilishingiz kerakligini, o'sha ishlarni nimaga qilishingiz kerakligini va aynan nimaga o'sha ishlarni qilmasangiz, bu sizni qanaqa holatga olib kelishini ham tushuntirib beradi. Buni u har doim so'rashingiz ham shart emas, o'zi sizga avtomatik tarzda etib boradi, eslatib boradi, ogohlantirib turadi. Buni menimcha agar siz umringizda bir marta bo'lsa ham qanaqadir otchotni sun'iy intellekt orqali olgan bo'lsangiz, bilasiz, tushunasiz va ko'rgansiz va bu juda sizni hayratlantirgan deb o'ylayman. Katta kompaniyalarda ham aynan mana shu yo'nalishlarda juda katta muammolar bor. Misol uchun borib ko'ring, nechta kompaniyada o'zini sun'iy intellekt xodimi bor. Tushunishingiz uchun O'zbekistonda 500 mingta yurlitso bor, ya'ni yuridik shaxs bor va ulardan nechtasini AI xodimi bor deb o'ylaysiz? Ya'ni AI bilan sun'iy intellekt bilan shug'ullanadigan. Fizически yetmaydi bunaqa xodimlarning soni. Misol uchun O'zbekistonda bunaqa biladigan odamning o'zi juda kam sonli va ularning aksariyati eng katta kompaniyalarda ishlashyapti. Siz ularga borib mana shu xizmatni berasiz va katta kompaniyalardagi o'xshab bular o'ziga xodimni ola olmaydi. Sababi bunaqa ishlaydigan xodimlar kamida $5,000 va undan kattaroq pul olishadi. Shu sababdan siz ularga mana shu xizmatni beradigan bo'lsangiz va bu xizmatni oylik podpiska asosida beradigan bo'lsangiz, sizni ishingiz ham ancha oson ketishni boshlaydi. Kompaniya ham xursand, siz ham xursandsiz, itakdal. Men o'zimning holatimni kelib chiqayotgan bo'lsam, biz xuddi mana shunaqa ish bilan shug'ullanamiz. Kompaniyalarga o'zimizni nafaqat IT, balki aynan sun'iy intellekt bo'yicha konsaltingimizni sotib kelamiz. Keling endi biz siz bilan eng yuqori daraja haqida gaplashamiz. Ya'ni 5-yil oxirgi darajaga chiqqaningizda, ya'ni 5-darajaga chiqqaningizda nima ish qilishingiz kerak, qanaqa pul topsangiz bo'ladi, nima yo'nalishdan yursangiz bo'ladi. Mana shu to'g'risida gaplashamiz. Bu boshda aytib o'tganimdek, agar sizni ma'lum bir sohada bir necha yillik optingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ovora ham bo'lib o'tirmang, harakat ham qilishingizni maslahat bermagan bo'lardim. Misol uchun, siz student bo'lsangiz, maktab bolasi bo'lsangiz, bunaqa darajaga bittadan sakrash orqali chiqib olishingiz qiyin. Bungacha bir kuchdan o'tishingiz kerak o'z navbatida. Undan tashqari, ma'lum bir sohalarda o'zingizni yaxshigina optingiz bo'lishi kerak va o'shandan kelib chiqib turib
mani fikrim bo'yicha bu darajaga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin oranglarda bunaqa sonli odamlar juda ham kam. Siz o'sha 1% yoki 0,1% geniy bo'lmasangiz agar o'zi itak men aytsam aytmasam bu narsani qilib ketasiz va bu darajaga chiqib ketishingiz mumkin. Lekin aksariyat holatlarda afsuski bunaqa ishlamaydi. Men sizga aytadigan bo'lsam, to'g'risini men o'zim ham geniy emasman. Men o'zim ham qiynalib oddiy ishlar qilganman va oxiriga mana shunaqa o'rinlarga chiqishni boshlaganman. Bu darajaga chiqqaningizda siz beradigan produktlar bu faqatgina qanaqadir bir uslugalar emas, qanaqadir bir proyektniy работаlar emas. Siz beradigan qiymatingiz o'zingizga bir qanaqadir agentlar yasash yoki bo'lmasa qanaqadir bir SaaS platformalar, ya'ni oylik to'lov qilinadigan platformalar yasab turib, aynan mana shu platformalar orqali daromad qilish to'g'risida gaplashyapmiz. Endi siz aytishingiz mumkin, men SaaS qilishim kerak ekan, men mana shunaqa bir podpiskali platforma qilishim kerak ekan. Bu nobodon, menimcha hamma bilib bo'ldi. Agar siz mana shunaqa IT loyiha qiladigan bo'lsangiz, siz o'sha venturely fondlardan borib pul olsangiz ham bo'ladi. Hozirgi kunda mana taqdimot yoki bo'lmasa shunga o'xshagan kurslar ham ko'payib ketdi. Mana shunaqa istoriyalarni o'qisiz ham bo'ladi. Sizni ham sinfdoshlaringiz qanaqadir kanallarda siz rasmingizni ko'rishadi va sizdan nechadir 100 ming dollar olganingizni bilishligi mumkin. Eng katta savol nimada? Qanaqa men uni qilaman? Ya'ni aynan nima sohada men produkt qilishim kerak? Aynan nima sohada men podpiskali produkt qilishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, agar siz boyagi etaplardan o'tadigan bo'lsangiz, vaqtni o'zi sizga ko'rsatadi nima qilishingizni. Ya'ni sizga kimdir men buni qilgin, men buni qilmagin deb aytishi shart emas. Siz o'zingiz qaysi sohani yaxshiroq tushunib ko'rayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa aynan qaysi sohada siz konkretni muammo borligini bilib, unga aynan sun'iy intellekt orqali yechim berganingizda bir necha baravar osonlashtirishini bilayotgan bo'lsangiz, siz mana shu sohalarga kirsangiz bo'ladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda mana har xil kompaniyalar xodimlarni ishga olishadi. Xodimlarni ishga olish prosessi bu juda uzoq vaqt davom etadigan proses va bunda ko'pincha haligacha ularni o'ziga o'tirib lidlarni, ya'ni o'sha kandidatlarni obработка qilishadi. Misol uchun mana shunaqa odamlar uchun siz tayyor recruiting AI platforma sotishingiz mumkin. Ya'ni sizni platformangiz o'sha HRlarni, rekruterlarni qiladigan ishini bir necha baravarlab oshiradi. Yoki bo'lmasa do'konlarga misol uchun podpiska sotishingiz mumkin. Men do'konchi sifatida o'zimni sotuvlarimni hammasini beraman-da unga yoki bo'lmasa bir marta integratsiya qilib qo'yaman va har kuni uni o'zi avtomatik tarzda meni zakazlarimni sazlash qilib turadi. Ya'ni misol uchun bugun menga 10 blok kola kerakmi, 5 ta non kerakmi, 4 ta nimadir kerakmi, o'zi biladi. O'zi joy-joyiga borib zakazlarni berib turadi. Buning uchun unga hech qanaqa bir qo'shimcha narsa kerak emas. Va bu narsalarni bemalol siz qilsangiz bo'ladi. Bu yerda sizdan kutilayotgan narsa, mana shu sohani ichidan chuqur bilishingiz kerak. Misol uchun men o'zimni Deliver startapimni qilayotganimda, men o'sha paytda bu loyihani o'ylab yurganimda Express 24 kompaniyasida ishlaganman va bu sohadagi ishlaydigan odamlarning muammosi nima, qanaqa ularga yechim bersa bo'ladi, bu yechimni ular nechta pulga sotib olishga tayyor, hammasini bilib, ichidan tushunib, ana o'shandan keyingina produkt qilganman va hozirgi kunda vaqt ko'rsatib turibdiki, bu qilgan produktimizni juda ham ommalashib ketdi. O'zbekistondan tashqari boshqa bozorlarda ham juda ham yaxshi yurib ketdi. Buni sababi prosta o'sha paytda men mana shu sohani qaysidir jihatdan ichida bo'lganim, oldindan ko'ra bilganim muammolarni va mana shu muammolardan kelib chiqib to'g'ri yechim bergani bo'ldi. Agar siz ham hozirgi kunda qanaqadir sohada ishlayotgan bo'lsangiz, unda marhamat, siz sun'iy intellektni o'rganib, sun'iy intellektning birinchi возможностьlarini tushunib olasiz va aynan mana shu возможностьlardan, mana shu funksiyalardan kelib chiqib, o'zingiz ko'rayotgan qaysidir muammoga qanaqa yechim berishingizni ko'rsangiz bo'ladi va o'sha yechimni berib odamlarga taqdim qilsangiz bo'ladi va bu orqali endi nechta pul topishim mumkin degan savolni bilmadim, endi qancha peshonangizga yozilgan bo'lsa shuncha topasiz. Meni o'ylashim bo'yicha siz oyiga как minimum 10 ming dollar yoki bo'lmasa bir necha 100 ming, 200 ming, 300 ming dollarlik emeralga ham chiqsangiz bo'ladi. Meni o'zimni tanishlarim bor, misol uchun nafaqat O'zbekiston bozorida, balki butun dunyo bozorida, Amerika bozorida shunga o'xshash produktlar qilishgan, haligacha qilib kelishyapti va haligacha o'sha oylik topadigan daromadligi bu juda katta summalar to'g'risida gap ketadi har doim va aynan mana shu darajaga chiqsangiz bo'ladi. Biz siz bilan mana 5 ta daraja, unga qanaqa chiqish mumkin, uni qanaqa qilish mumkin to'g'risida gaplashdik. Endi keling mana shu ko'rgan narsalarimizdan, gaplashgan ma'lumotlarimizdan kelib chiqib turib xulosa qiladigan bo'lsangiz, sizni vazifangiz AI funksiyalarini o'rganish emas. Birinchi o'chlikda sizni qilishingiz kerak bo'lgan vazifa muammolarni topish. Ya'ni hozirgi kunda jamiyatimizda mana bir nechta muammolar bor. Ana o'sha muammolarni topib,
ularga maksimal optimal yechim beradigan bo'lsangiz, shundagina mana shu darajalardan, ya'ni o'sha har bittasini zina deb aytadigan bo'lsak, o'sha etaplardan o'tishingiz osonroq bo'ladi, tezroq bo'ladi va sizga bu nafaqat vaqtingizni tejaydi, balki finansiy yaxshi pul olib kelishi ham mumkin. Ya'ni boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, faqatgina sun'iy intellektni ishlatishni bilish bu hech nima emas. Chunki hozirgi kunda sizni o'rtog'ingiz ham ishlatishni bilishi mumkin, boshqalar ham hamma siz ko'rayotgan ma'lumotlarni ko'ryapti, hamma siz olayotgan ma'lumotlarni olyapti va bu orqali ular ham уже biladi sun'iy intellektda nima funksiyasi bor. Misol uchun PDF generatsiya bo'lishi mumkin, prezentatsiya qilib berish mumkin yoki bo'lmasa отчет generatsiya itakdar millionta mana shunaqa funksiyalari bor. Hamma biladi bunaqa funksiyalar borligini yoki bo'lmasa bilib olishi qiyin emas. Muammo nimada? Kimda mana shu muammolar bor va ular mana shu muammolar uchun yaxshi pul to'lashga tayyor. Mana shuni topib, shuni amalga oshiradigan bo'lsangiz, sotuvlaringizni boshlaydigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki, siz bemalol o'sha oxirgi 5-darajaga ham chiqsangiz bo'ladi. Aytib ketishim kerak, agar siz kerak emas, farqi yo'q, yashayveraman, bilganimni qilaman deydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, mana oldin taxminan bundan 10 yil oldin ko'pchilikda, misol uchun Telegram yo'q edi, Instagram endi boshlanayotgan payt edi yoki bo'lmasa internetdan foydalanishni hali ham bilishmas edi. Hozirgi kunda tushunishingiz uchun men sodda qilib aytishim mumkin, mani buvimlarda ham Telegram bor. Mana shu qilayotgan kontentlarimni mani buvim ko'rib boradi. Ya'ni men qaysidir jihatdan meni o'zimning oila a'zolarim, shu ota-onam uchun, buvim uchun ham mana shu kontentlarni qilishda davom etyapman va aynan ular o'rganishyaptimi, ular ishlatishyaptimi shu instrumentlarni. Siz majbursiz bu narsalarni o'rganishga, bu narsalarni qilishga. Qilmaydigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Prosta bozordan chiqib ketasiz. Prosta sizga to'lanadigan pul jihatdan kam bo'ladi, qiladigan ishingiz har doim ko'p ish qilasiz, qo'pol qilganda tupoy ish qilish boshlaysiz. Endi men bu bilan butun hamma bilishi shart demoqchi emasman. Misol uchun, santexnik bo'lsangiz, santexnik odamga balkim kerak emasdir. Lekin men aminmanki, agar santexnik bo'lib turib, sal bo'lsa ham sun'iy intellektni ishlatishni biladigan bo'lsangiz, o'zingizni ishingizni boshqa santexniklarga qaraganda bir necha barobar yaxshiroq, osonroq, chiroyliroq, udobniyroq qilsangiz bo'ladi va o'zingizni hayotingizni yengillashtirasiz. Как minimum klientga misol uchun bitta smeta qilib berayotganingizda ham PDFda chiroyli smeta qilib beradigan bo'lsangiz, men uverimmanki, akkuratniy qilingan smetani ko'rib turib, klientingiz siz bilan sizni uslugalaringiz, ya'ni xizmatlaringiz narxini savdalashmam o'tirmaydi. Uje siz bir daraja o'zingizga o'xshagan santexniklarga nisbatan yuqoriroq yurishni boshlaysiz. Shuning uchun unutmang, bu narsa xohish emas, bu narsa istak emas, bu narsa borgan sari majburiyat bo'lib boryapti. Ya'ni sun'iy intellektni ishlatishni bilmaydigan odamlar yildan yilga yashashi o'ta qiyinlashib boradi. Men o'sha hozirgi yilning o'zidan bizni ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Bizda oldin qanchadir xodim bor edi, sun'iy intellekt ishlatmaydigan. Hozirgi kunda yo'q o'sha xodimlar. Faqatgina sun'iy intellekt ishlatadiganlar qoldi. Ishlatmaydiganlar bilan xayrlashardik va ishoning, biz dunyodagi bitta dona kompaniya emasmiz bu ishni qilayotgan. Prosta ochingda dunyodagi oxirgi berilayotgan отчетlarni ko'ring. 100 minglab xodim bo'shatishyapti. Bitta dona kompaniya 100 minglab xodim bo'shatyapti. Sababi sun'iy intellektni o'ziga внедрять qilayotgani uchun, ya'ni ishlatishni boshlayotgani uchun. O'z-o'zidan siz xodim sifatida ham agar sun'iy intellektni ishlatishni biladigan bo'lsangiz, demak sizni o'zingizni joyingizni nafaqat saqlab qolish, balki karyerniy rostda tezroq ko'tarish ham ancha osonroq bo'ladi. Endi keling, oxirida biz oyma-oylik reja tuza oladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi oyda siz nima ishlar qilsangiz bo'ladi. Birinchi oyda prosta sun'iy intellektni o'rganishni boshlang va birinchi klientingizni topishga harakat qiling. Bunga pul olishingiz shart emas. Ikkinchi oyda buni sal kattaroq ob'yomda, ya'ni bitta ikkita odam bilan pulini olib turib, xizmat ko'rsating, ishingizni ko'rsating. Uchinchi oyda bo'lsa, mana shu xizmat ko'rsatadigan klientlaringiz sonini ko'paytirishni boshlang. Siz uje birinchi darajani mukammal egallab, uje ikkinchi darajaga o'tishni boshlasangiz bo'ladi. Va endi aytishingiz mumkin, tushundim. В принципе, ideya yaxshi, qilish kerak ekan, zo'r. Lekin men o'zim qila olmayman. Menga misol uchun qanaqadir bir yordam kerak yoki bo'lmasa menga qanaqadir bir men aynan shuni qilayotgan odamlarning atrofida bo'lgim kelyapti, shular bilan gaplashib shu ishni qilgim kelyapti deydigan bo'lsangiz, sun'iy intellektni noldan qanaqadir bir etapgacha o'rganib, u orqali real bir narsalar qilish to'g'risida biz kurs qilyapmiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz video tagida havola qoldirib ketamiz yoki bo'lmasa ekraningizda ko'rayotgan nomerlar orqali telefon qiling yoki bo'lmasa o'sha link ustiga bosing, zaifga qoldiring va biz bilan bog'laning. Biz sizga bu bo'yicha konsultatsiya beramiz. Agar qo'limizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, yordam beramiz va kursimiz orqali siz mana shu har bitta aytilayotgan etaplarga faqatgina
sun'iy intellektni qanaqa instrument sifatida ishlatish emas, aynan bularni bilib turib, buni qanaqa sotish, buni qanaqa pul topishni tezroq, osonroq, yaxshiroq o'rganishingiz mumkin. Agar sizga bu video yoqayotgan bo'lsa va mana shu formatimizni davom ettirishimizni xohlayotgan bo'lsangiz, bizani qancha bitta like bilan qo'llab-quvvatlang. Undan tashqari kommentariyalarda o'zingiz fikrlaringizni yozing. Oldingi videolarda men kommentariyalarni o'qiyapman. To'g'risi juda xursand bo'lyapman. Juda motivatsiya beryapti. Ya'ni juda ham yaxshi iliq so'zlar bildirilyapti. Buning uchun sizlarga alohida rahmat va aynan mana shu zamondan orqada qolib ketmaslik uchun, sun'iy intellekt haqida ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizani kuzatishda davom eting.